Assalomu alaykum akalar. Bugun 24-may, xudo xolasa sizlar bilan skuterlar, mototsikllar, bunaqa 3 ballonli, usti ochiq, yopiq skuterlar haqida gaplashamiz. Buni muddatli to'lovlarni sizlarga tushuntirib beraman. Akalar, videoni ko'ryapsizlar, obuna bo'lmayapsizlar ko'pchiliklaring. Misol prosmotrlarimiz yaxshi bo'lyapti, lekin obuna bo'lmay ko'ryapsizlar. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Xudo xolasa sizlarga foydali ma'lumotlar haqida gapirib chiqamiz. Videoga mana shu joyda like bosib, kommentda yaxshi izohlar yozib qoldiringlar akalar. Xudo xolasa, birinchi 300 kilolik stakan model haqida gaplashamiz. Xudo xolasa, motor miyalari 1200 vatli bo'ladi. Akkumulyatori 6 ta 32 amperli akkumulyator qo'yilgan. Oldida labovoylar bor. Jetkis tormoz o'rnatilgan bularga. Xudo xolasa baquvvat narsa. Keyin bir xilgilar arzon, sizlarda qimmat ekan deyapti. Bu uzun modeli bu. Kalta modeli, mana eshik nimasi, orqa sidinasi tugashi bilan to'xtaydi. 10 sm-cha raznica qiladi. Bu uzunidan bu. Mana buni ochib ko'rsatishda hozir iloji yo'q. Xullas, qisqa qilamiz. Buni istalgan odam olishi mumkin, faqat shartlari bor. Nomlarida kredit bo'lmasligi kerak. Xo'p, buni oylik to'lovlarni hozir aytaman. Bosh to'lov 3.540.000 to'lashadi. Oylik to'lov 1 yilga 625.000 so'mdan chiqadi. Endi naqdga olaman desa arzon qilib beramiz. Naqdga $700 chiqarib beramiz buni. Naqd pul bilan kelsa $700 vodiycha dastlabkasi ichida qilib beraman kerak bo'lsa. Hop, keyingi modelimiz tomsiz variant bo'ladi. Buni ham narxi o'sha stakanchi model bilan bir xil bo'ladi. Bu ham hop 3.540.000 to'laysizlar, 625.000 dan oyiga chiqadi. 1 yil mobaynida buni to'lab borasizlar. Faqat o'sha shartlari bor. Nomlaringda kredit bo'lmasligi kerak. Ortiqcha qarzdorlik bo'lmasligi kerak. Har xil ranglardan bor. Buni asosan ayollarga, yoshi katta otaxonlarga, onaxonlarga olib berishyapti. Yumshoq model bu. Bular yuk tashigani zo'r. Bular resorli bo'ladi, motor quvvatlari juda tez bo'ladi. Arqa zadniy moslari ham 500 kilolik motorligidan qo'yilgan. O'ta tez bu. Podyomli joylarga juda mos keladigan narsa bu. Keyingi modelimiz tomli bo'ladi. Tomlida ham eng kattasi hisoblanadi. Xo'p, buni oylik to'lovini yozmabsiz, Ro'zmat aka. Короче, 0 dan olsalaring 1.450.000 dan 12 oyga bo'lib berasizlar. Xo'p, naqd pulga buni $900 qilib beramiz. O'zlarining hisob kitoblarini qilib olinglar. Pastda nomer yozib qoldirganmiz. Zarurati bor odamlar olsalaring bo'ladi, foydalanib qolinglar. Juda qimmat tam chiqib ketmaydi. Pensionerlar bo'lsa, pensionerlarga beriladi. Yonlari tentlari o'sha narxda ichida. Yo'q, tenti отдельный $30 qo'shiladi. $930 naqd pulga. Muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsalar 1.450.000 dan chiqadi bu. 5 ta 32 akkumulyator bilan jihozlangan. Keyingi modelimiz riksha model hisoblanadi bu. Yonida tentlari bor, 5 ta 32 amperli akkumulyator jihozlangan, panejni, zadniy kameralargacha o'rnatib qo'yilgan. Oldi jetkis tormozda bo'ladi. Diskalar temir diska. Xudo xolasa, bu yangi dizaynda ishlab chiqarilgan, ko'rinishi sportivniy ko'rinish beradi. Uyaltirmaydigan narsa. Xudo xolasa, buni narxi naqd pulga $950, tenti bilan. Muddatli to'lovga buni 1.525.000 so'mdan chiqarib beramiz, 0 dan. Agar bosh to'lovlari bo'lsa, arzon chiqishi mumkin. Arzon chiqadi. Xo'p. Navbatdagi modelimiz tomli variant, orqasi ochiq bo'ladi buni. Xo'p, ranglari juda har xil buni. Telegramdan yozsalaring, istagan ma'qul kelgan ranglaringdan chiqarib beramiz. Buni naqd pulga $750 qilib beramiz. Tentsiz, tenti bilan 780 bo'ladi. Muddatli to'lovga buni 0 dan hop 1.250.000 so'mdan chiqarib beramiz. 0 dan. Agar 4.760.000 to'lasalaring, muddatli to'lovga 625.000 so'mdan chiqadi. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz muddatli to'lovga. Bemalol telefon qilib, buxgalterimiz ismlari Ro'zmat aka, bemalol bog'lansalaring bo'ladi. Naqd to'lovga отдельный raqamni qoldiraman. Shularga bemalol birma-bir telefon qilib chiqaverasizlar. Ko'tarmasa keyingisiga o'tib ketaverasizlar. Muddatli to'lovdiki mana tepada burchakda yozib qoldirganman. Nima edi bu? Cho'ntak modelimiz bor. Bu modelda bemalol istalgan odam olsa bo'ladi.
muddatli to'lovga. Ko'chalarga hammasiga chiqaveradi. Muddatli to'lovga istalgan odam olsa bo'ladi. Cho'ntak modelimizni oldilari jitkisli, orqalari oddiy barabanli ekan. Tormozi saka diskada, xudo xolasa yangi model, yangicha qilib ishlab chiqarilgan. Buni orqada bunaqa bachoylari ham bor. Bemalol bitta olib oqib shaharda kezib yursalaring bo'ladi. Kechqurungi aylangani, sayrga zo'r narsa bu ham. Uyda bitta bo'lish kerak baribir. Muddatli to'lovga ham chiqadi. Bemalol pastki nomerlarga bog'laninglar. Buni narxi naqd pulga $300. Muddatli to'lovga buxgalterimizga telefon qilsalaring, o'zlari hisoblab chiqarib berishadi. Bu uncha qo'shilmaydi bunga. Xo'p, navbatdagisi $400. Bu ham 5 ta akkumulyatorli, 20 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Sal cho'ntakdan ozgina kattaroq qilib ishlab chiqarilgan. Telefon qilinglar, balonlari ham katta. Zamonaviysidan yumshoq yuradi. Xo'p, mana Rozmadagi buni yangi modellarimiz kelgan. Yumaloq farali mana telefon qilinglar. Juda ham zo'r narsa, 6 ta 20 lik akkumulyator o'rnatilgan. Yumaloq faramizni, xo'p, bosh to'lovi 795 ming so'm to'laysizlar. Oyiga 725 ming so'mdan chiqadi sizlarga. Faqat nomlaringda shu kredit bo'lmasligi kerak. Ish joyi shart emas, ish joyi umuman kerak emas. 795 ming so'm to'laysizlar. Istalgan odam olsa bo'ladi. Xo'p, navbatdagi L9 modelimiz. Xo'p, bosh to'lovi 1.710 ming so'm to'laysizlar. Juda yumshoq model. Men shaxsan o'zim haydab ko'rdim. Juda zo'r narsa ekan, haqiqatdan tavsiya qilaman. Bosh to'lovi 1.710 ming to'laysizlar. Xo'p, qolgan summasi 850 mingdan 1 yilga chiqadi, xudo xolasa. Telefon qilinglar. Har xil ranglardan bor. Bular bunga bachoygini to'g'risida ma'lumot aytib ket. Hop, buni bachoy kelmagan Xitoydan. Bachoysiz sotamiz. Bachoy kerak, qo'shib beringlar deyishgan bo'lsa, 300 ming so'm отдельно yana qo'shiladi. 300 ming so'm 45 litrli bachoy qo'yib beramiz. Original bachoy qo'yamiz, to'fta bo'lmaydi. Bilsangiz, mana o'zida zavodskoyda bunaqa oddiy bachoylar keladi, sinib ketadi. Bu bo'lmaydi. Bunaqa bu tomondan o'ting. Qimmat bachoylar bu, haqiqiy original. Temirli. Kaska ham bemalol sig'adi. Ichida hamma qulayliklari bor. Telefon qilaverasizlar. Hop, Rozmat aka yangi nima keldi? Yangi model Motorola'miz keldi. Ko'pchilik so'ragandi, buni kutgan edi. Hop, bizga bort kerak emas, qimmatli qilyapti, plashatka, oddiy plashatka kerak. O'zimiz bir narsalarga moslaymiz deganlar uchun yangi model qildik. Xudo xolasa o'zimiz ixtiro qilib bortlarni yechib tashlab sotyapmiz endi. To'g'risi, bortda yo'q edi, bort kelmay qoldi. Shuning uchun shu holatda ham misol kimdirlar olishi mumkin deb buni ham qo'yib yuboryapmiz. Bu endi gabarit yuklarni yuklagani juda qulay. G'ish yuklagani, boshqa yuklagani. Baquvvat narsa, ko'rib turibsizlar, ancha katta bu. Arqalarini ham Rozmat aka ko'rsatib yuboring. Arqalari. Mashina bo'lib ketdi. Tank balon. Tank balonda Qo'shirama. 2000 motor miya, oldilari jitkisli, laboylarni ko'ryapsizlar, juda katta qilib ishlangan. Akkumulyatori 670 lik, 2026 aprel oyi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Buni narxini $1100 qilib beramiz. Dastlabkasiz narxi. Dastlabkiga qo'shiladi. Har xil ranglardan bor. Telefon qilaverasizlar, pastda nomer yozib qoldiramiz. Naqd pulga bo'lib to'lashga ham chiqadi, Rozmat aka. Chiqadi. Muddatli to'lovga ham chiqadi, pastda nomer yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, ishlaringga omad. Mana musofirda ko'rib turganlar, ishlarni bitirib beryapmiz, uydagilariga olmoqchi bo'lishyapti, chiqarib yuboryapmiz. Instagram kanalimiz bor. NRX Moto yozsalaring, Instagramda shaxsiy o'zim videolarim qo'yilgan kanal chiqadi. Shunga bog'lab olsalaring, kunda sotilib turgan narsalar qo'yib boraman aka. Xudo xolasa, NRX Motodan uzoqlashmanglar. Har doim biz oldindamiz. Qo'ldan kelgancha barchalaringga rahmat. Like va podpiskaga bosib ketinglar.